Qaranglar azizlar, insof gapiriladi. Masalan, bittasi deputatlikka nomzod. Meni sayla yo'linglarni tuzatib beraman. Meni sayla hammom qurib beraman. Meni sayla mundoq qilib beraman. Qilaver odam. Puling bor ekan, deputat bo'lishing shartmi? Savob uchun qil. Ko'rdingizmi bularni? Sayla qilib beraman deydi. Shuni o'zida tushunarlik. Nima uchun qilishini. Menimcha imkoniyat bor. Bir katta firmani boshlig'iman. Qani kambag'allar bormi? Qaytan bir kichkina masjidimizda odamlarga uy olib yo'q deysizmi puldorlar? Ikkita, uchastka kam, 4tasi ham kam, 5ta, 6ta uchastkalarni qo'yib, nevarasigacha joy qilib qo'yganlar yo'q deysizmi? 5-dagi bolasiga mashina olib qo'yganlar yo'q deysizmi? Sayla yo'linglarni tuzataman. Sayla bunday. Men bitta imom bo'lsa, shu topganim nevaramga nasib qilsin desa, sen ham nasibdor qil boshqani. Azizlar, yordam ber. Ular nima deydi yordam berib yurganni? Ey jinni, sen nima qilyapsan? Bunaqada boy bo'lasanmi? Nima qilasan yordam berib? Agar o'sha saylanmasdan elim xalqim deb kuyadigan deputatlar shunday ham kuch g'ayratini xalqqa qilsa, xalqni o'zi shunday ko'tarib qo'ya qoladi. Odamlar bilmaydimi yaxshilikni? Biladi. Hech umrida ko'rmagan kelib olib meni saylaylar, men sizlarga undoq qo'yardim. Turdi orada hammasi. Shunday qilsin, bo'lmasdan qilsin, xalq saylaydi. Doimo saylab keladi yaxshilik qilganlar. Yaxshiligini ko'rganlarni, bahra olganlarni.